Yuraveradi-ku patsientlar masalan, bugun boraman, ertaga boraman, indinga yo'q unaqa emas. Klinikasi judayam kuchli bo'lgani uchun chidab bo'lmaydi umuman. Boshlangan kundan so'rasangiz hammasi qachon boshlandi deng, bugun deydi yo kecha deydi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 10 yildan ortiq stajga ega ginekologman. Keling bugun sizlar bilan qindagi achishish va qichishish haqida gaplashamiz. Qindagi achishish va qichishishlar nima sababdan kelib chiqadi? Buni asosiy sababi organizmni immuniteti tushib ketishi natijasida qinni mikroflorasi o'zgarishi natijasida, ya'ni qindagi mikroflorada disbalans kuzatilgani natijasida qinda achishish va qichishish yuzaga keladi. Buni sabablari, ya'ni keltiruvchi sabablari nimalar bo'lishi mumkin? Keltiruvchi sabablari bu masalan bo'lishi mumkin turli xil infeksiya va bakteriyalar. Yeshirixa koli, ichak infeksiyalari bo'lishi mumkin, klebsiella bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam jinsiy yo'l bilan yuqadigan xlamidiya, uroplazmalar ham sabab bo'lishi mumkin. Bular o'z navbatida olib keladi qinda mikroflorasini o'zgarishiga va qinda achishish va qichishish, ba'zan esa noxush hidli ajralmalar ajralib kelishiga ham olib keladi. Bundan tashqari siydik yo'l infeksiyalari, ya'ni sistitda juda ko'p qizlarimizda va ayollarimizda sistitda uchraydi, ya'ni qindagi achishish va qichishish. Buni ham sababi o'sha aytib o'tganimizdek bakterial infeksiya hisoblanadi. Bundan tashqari ayollarimizdagi qandli diabet kasalligi ham qinda achishish va qichishishni paydo qilishi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari allergik reaksiyalar ham sabab bo'ladi qindagi o'zgarishga. Bundan tashqari tashqi muhit omillari, ya'ni stress, doimiy fizik nagruzkalar ham olib keladi. Ba'zi holatlarda o'sha qizlarimiz va ayollarimiz noto'g'ri gigiyena qilganligi sabab, ya'ni prokladkalarni noto'g'ri ishlatganligi hisobiga ham qinda allergik reaksiya paydo bo'lib, achishish va qichishishni yuzaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari 6 yoshgacha bo'lgan qizlarimizda ham qinda achishish, qichishish kuzatiladi, lekin u qizchalar aytolmaydi, lekin yurish turishidan, o'sha qilib turgan harakatlaridan bilishimiz mumkin. Injiqlanishidan, shu siyganda yig'loqqa bo'lib qolishidan shu narsani taxmin qilishimiz mumkin. Ko'proq bunday yoshdagi qizlarda asosan gelmentlar hisobiga qinda achishish, qichishish bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qizlarimizni ich kiyimlarini to'g'ri tanlashimiz kerak, ya'ni ularga tor bo'lgan ichki kiyimlar olib bermaslikni maslahat berardim. Sizda ham qinda va achishish, qichishish bo'lmasligini xohlasangiz, uy sharoitida to'g'ri gigiyenaga rioya qilgan holda tahorat qilishingiz kerak, ya'ni qanaqa? Oldindan orqaga qarab tahorat qilinadi. Bundan tashqari oyoqni issiq saqlash, o'sha ich kiyimlarni har kuni alishtirish va ich kiyimni обязательно dazmollab kiyishni tavsiya beraman. Shu va shunga o'xshash mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.